eng yomon ko'radigan ishlarimdan bittasi sokovijmalkani yuvish. Mana oshxonamni hozir уборка qilishim kerak. Hamma narsa bizda ham idealniy bo'lmaydi, har doimgidek. Xullas, men bu молочный choy ham juda ham yaxshi ko'raman. Madinada, Makkada ko'p ichishadi, bilasizlar, kardamonli, Qoraqalpog'istonda ham bunaqa choy bor, sutli choychi, axshay deyishadi. Shunaqa choylarni xullas men rosa ham yaxshi ko'raman. Обязательно bunaqa choy har kuni ichaman, bir chashkadan. Nima demoqchi edim? Sokovijmalka sok qilganinglarda, свежий soklarni ichish mazza, lekin yuvish rosa qiyin-ku. Mana aytibdilar kecha xo'jayinim, bittada ko'p qilganday, keyin yuvib qo'yasan, bo'ldi, xolodilnikka qo'yib qo'yibdilar. Shu yomon bo'lib qolmaydimi? Misol, hozir men apelsin, olma qilib qo'ysam, bir 4 ta 5 ta baklashka qilib qo'ysam, icha olamanmi? Ertaga ham sok yomon bo'lib qoladimi? Bilsanglar yozib yuboringlar, buni ham bilmayman, realni.